Trump'niki nimasi ki, ma Uyg'ur manqurtlar haqida gap qilishdan burun Trump hukumati bilganingizdek hamda uning birinchi davrining eng oxirida aslida Mike Pompeo vaqtida vazifasini ayrilishdan burun bizning masala butun kun tartib bo'lgan hamda. Sizce Trump'ning ikkinchi qatimliq vazifa o'tash boshlagandan buyon umumiy shaklda sizlar shu yerda faoliyat qilyapsizlar. Bu masalalarga masalanga qanday qaraydi masalanga? Xitoy bilan bo'lgan siyosatning ichida bizning masalamizningki davomli jonliq Xitoyga besim qilish masalasida sizlar qanday qaraysizlar u yerda turayotganlar? Trumpning siyosatiga. Trump albatta Trump birinchi qatim chiqqan chog'da birinchi nimasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Uyg'ur rasmiy e'tirof qilindi. Gerçi hakimiyetin tushishga bir kun qolgan bo'lsa-mu, Mike Pompeo efendim bunu e'lon qildi. Onun ikincisi şu Trump zamanında birinci Trump hükümetinde Uygur kişilik hukuk kanunu kongreden öttü ve Trump efendiminin imza koyuşu bilen bu kanunlaştı. Kanunlaşkandan keyin Xitoy amaldorlarga bu kanundagi asosli nimasi maqsadi shu Magnitsky yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha u yerda shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati bo'lgan Xitoy rahbarlarini jazolashdi. Shu nima asosida bu jazo qo'yildi. Shu chog'da qo'yilgan jazo bilan qolib qoldi u 12 rahbar Xitoylarninki 12 rahbari shu Magnitsky nimasi bo'yicha qora tizimga ilindi, jazolandi. Onun keyin bu nurg'un shirkatlari, bu organlari Xitoyninki saqchi organlari masalan shu qonunlar bo'yicha qora tizimga ilindi, jazo uchirdi. Ondaki bu naiti cık hem de uçurgan. Yüzlek 124 tek Xitay şirketi olsun, organı olsun bunu uçurgan şu çağda. Yani ondaki elbette Biden hükümeti çıktı. Biden hükümeti mi şu siyasetini devamlaştırdı. Hem şu Mike Pompeo'nun dediğine dek bu elimini itiraf kıldığını bildirdi. Tony Blinken efendimizninki şu kongre'deki Kengeş Palatası'ndaki confirmation hearing'deydi. Şu confirmation hearing'da bu Uygur irqiy qirg'inchiligini itiraf qildiganligini, o'xshash siyosatni davomlashtirganligini bildirdi. Bu da qitim yana ikkinchi Trump hukumatidimi tunji qitim nima bilan munosabatlik bu Tayland'ın Uygurlarının qaytarılışı bilan munosabatlik e'lon qilgan bayonotida yana Marco Rubio bu irqiy qirg'inchilik Uygur irqiy qirg'inchilik masalasini tilga oldi ve 12 Ağustos günü Amerika Tashqi ishlar ministerligi bilisizlar har yili dunyodagi davlatlardagi inson haqlari vaziyati haqida bir dokulat e'lon qiladi. Şu dokulatını ilan kıldı. O dokulatınki Xitoy bölümünün en başlanışında Xitoy hükümetinin Uygurlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik ve insonlarga qarshi jinoyat qilmishlarining davom qilayotganligini yana bir qatim ta'kidladi. Bu nihoyatda cho'ng bir utuq cho'ng bir xabar Uygurlar uchun da. Yani Trump hükümetimi, yani ikinci Trump hükümetimi bu Xitoyning Uygurlarga qaratgan bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik va insonlarga qarshi jinoyat deb qaraydiganligini yana bir qatim ta'kidlagan bo'ldi. Albatta Trump hukumatining kelishi bilan o'sha ba'zi organlarning ba'zi Amerika sirtqi yordam beradigan Amerika tashkilotlarining uningdan keyin ba'zi radio programmalarininki bu bazı bu maddi cihetinde diye maşinimizin tekşürüş, onun dikinze bulanınki bazı yardım xalqaro nimada qilayotgan yordamlarni to'xtatish, shu masalada
bazı ilgipeslikler buldu. Bu cümleden mesela Erkin Asya Radyosu mu bunun kurbanı olup gitti. Erkin Asya Radyosu elbette bunu biz nait hemmiyede bu faaliyet ilip veriyoruz. Tekip türlü takalgını yok. Dava devamlaşıvatıdı. Ama bunun bir pulunu toxtup koyganlığı için bu nime hazır faaliyet yok, yani faaliyeti toxtap kaldı. Belki bu yana devamlaşışı mümkün ya başka bir şekilde ortaya çıkıp ya bazı reformlar, bazı özgürlükler buluşu mümkün. Lakin o bütünlüğü ümit kesilip ketkeni yok. Ümit var. Ama Xitay bilan bo'lgan munosabatlar albatta Xitay bilan bo'lgan iqtisodiy munosabat aniki yana birisi Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni va bu qonun ijro qilinyapti. Hatto yaqinda yana 4 Xitoy shirkati yana qora tizimlikka ilindi. O'tganda biz ishki bexatarlik ministerligi tarafidan bu idare kılındı, ilip verildi. Şu minister yardımcısı bu şu task force hizmet grupsunun başındaki adam şu Joseph Olm diyen efendim şu köreştik ve körüşüp o nima bilan bo'layotganligi haqida bizga ma'lumot berdi va bizdan bu ba'zi ma'lumotlarni oldi. Bu yerda ijro qilinyapti, to'xtab qolgani yo'q. Hozirmi shu Uyghur mecburi emgeki bilan bulganlar degan moddalar shunda shubha bo'lsa ular tutilib qelyapti. Hozir nurg'unlagan nimalar konteynerlar minglagan konteynerlar tutilib ularninki Amerika kirishiga shu gumon bilan chunki bu Uyghur mecburi emgeki bilan aloqasi yo'q, hech qanday munosabati yo'q deb isbotlanmaganligi uchun onunki hammasi to'xtatildi bu yerda. Bu nima davomlashyapti. Ammo bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar garchi Amerikaning butun organlari hozir Xitoyni Amerikaning birinchi raqobatchisi hamda o dunyodagi birinchi raqobatchisi Amerika qurganmış 80 yıldan beri dünya şu nima orqali mengayotgan butun tuzumni, nizomni o'zgartib, o'zam xohlagan, o'zam nima bo'lgan bir nizomni o'rniga dastiman deb harakat qilayotganligini, har jihatda Amerikaga dushmanlik qilayotganligini, Amerikaga ziyonkashlik qilayotganligini bildi. Amerika xalqi buni tushundi. Amerika xalqi buni Xitoyni bir dushman, bizga qarshi dushmanlik qilyapti deb bir dushman sifatida Amerika xalqininki ko'p sonli qismi buni tushunib yetdi. Lekin men o'kini bir savol so'rayman deb keyin shaxsiy berib o'zidan so'radim. Bir yig'in bo'lgan chog'da qachon Amerika Xitoyni o'sha Sovetlar ittifoqini masalan Reagan evil empire degan shayton nima debdi, imperatorlik debdi. Anamdaki bütün nima Amerika'nın ochiqdi. Amerika'nın siyosati ochiq. Amerika Sovetlar Birligi'ni yo'qotish Amerika'nın maqsadi. Her qandaq yerda, her qandaq nimada albatta ikki super kuch bir-biri bilan urushi natayin. Ular urushmaydi, bu nima urushish ehtimolligi urush bo'lish ehtimolligi Sovetlar Birligi bilan Amerika arasında yo'qdi. Chunki har ikkisininki yadro qurollari var. Buni diqqatga oladi. Xitoyning bu yadro quroli va Amerikaning balki Xitoy bilan bevosita bir urushga kirish, urushish nimasi bo'lmasligi mumkin. Chunki u undaq bir ahvol ostida Amerikaga nurg'un ziyonlar keldiganligini Amerika bilib yetgan bir holda. Shunga balki bu jidal mojaro bo'lishi mumkin. Başka devletler proxy var deydi. Başka devletlerini uruşturup koyup ikisi o karşı devletlerine yardım veriş mümkün. Hazır mesela Rusya, Amerika ile bir vasıtılık bulması bu vasıtlık halde bir uruş haleti de yani. Çünkü Ukrayna'ya Koral yardım veriyor Amerika.
Şunun o'xshash Xitoymi vositalik holda Rusiyani qo'llayotdi. Butun Rusiyaga bo'lgan destek Xitoydan kelyotdi. Ammo Xitoy necha yillardan beri tutib qo'ygan gap Amerikani. Shunchalik bexudlashgan Amerikaningki har qanday nimalarga bu Xitoy kirib ketgan. Bular Amerikadagi cho'ng kapitalistlar, cho'ng sarmoyadarlar o'zining davlatini o'ylamagan gap. Foydali bo'lsa bo'ldi deb Xitoyga mablag' selib, bu yerdagi fabrikalarni masalan taqab, Xitoyda azan ishlab chiqarish nimasi bor deb bu yerga hamma nimalarni ko'chirib olib berib, shuning bilan Amerika butunlay Xitoy bilan birdilla nima ayrilay, buning bilan munosabatlarni nima qilay desa, uningga bu imkoniyatlar yor bermayotgandek turadi. Chunki uning qo'lida nurg'unlagan hozir aslahalar va Amerika qarshi ishlatilganda hamda ko'zirlar va Amerika qarshi ishlatilgan. Shuningga mushu masalada hamda bir qancha yil balki menishi mumkin mushu shaklda undan keyin Amerikaning bir siyosiy belgilanib ketsa Xitoyga, undan keyin Uyg'urlarga bo'lgan bu destekmi ochiqdan ochiq bo'lish ehtimolligi bor. Ammo hozircha hamda deganimizdek ba'zi nimalarda qisqartish bo'layotdi, ba'zi faoliyatlarga yordam berayotgan faoliyatlarga bo'lgan mablag'lar to'xtatildi. Undan keyin Erkin Osiyo radiosidek bizningki birdan bir teşviqat kuralımız olan organlar mesela faaliyetten to'xtadi. Bu nimalar bir taraf qarsangiz bir nimachilik, ümitsizlik paydo qildi. Yani bir tarafdan biz mesela kongressda mana bunday qonunlar chiqyapti. Tuniga o'sha haqda men bir maqola e'lon qildim. Washington Times gazetida e'lon qilindi. Bu yerda men deganimdek oxirida xulosa qilib shuni aytdim yani. Albatta Tashqi ishlar ministerligining bu Uyg'urlar Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining irqiy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligi yaxshi gap. Bunda bayonotlar yaxshi, biz bundan yaxshi mamnun. Ammo bayonotlar o'zlar agar tarix bu bizning nimamizga baho bergan chog'da bayonotlarimizni qarab baho bermaydi, qilgan amaliy harakatimiz qarab baho beradi. Shuningga inshaalloh shundoq bir davrlarga kelar. Chunki Marco Rubio efendim Xitoyni yaxshi taniydigan bir inson, Xitoy tarafidan hatto jazoga uchragan bir siyosatchida hamda Amerikaning hozir tashqi ishlar. Hatto texa hozir men o'kini birsidan so'rasam texa unda bir gap anglamadik deydi. Marco Rubio qarshi qo'ygan jazoni Xitoy bekor qilmadi ochiqcha. Marco Rubio efendim bu ikki o'tgan Amerikada o'tib hozir ijro qilinayotgan ikki qonunninki egisi bunday aytgan chog'da. Şu Marco Rubio efendim tarafidan o'ttirib qo'yilgan bu qonunlar tunishtirilgan, uning o'tishi uchun Marco Rubio efendim inson g'ayrat ko'rsatgan. Buningmi o'sha nima majburiy emgak qonunining o'tishi uchun nihoyatda cho'ng g'ayrat ko'rsatdi, nihoyatda cho'ng tirishchanlik ko'rsatdi. Buning uchun biz minnatdor bo'lishimiz kerak. Bularning hammasini bilgan bir odam, Uyg'ur meselesini nihoyatda yaxshi tushungan bir odam. Onun için inşallah hamma nimaning Uyg'urlarningki hozirgi kutgani qara bo'lganligiga ishonaman. Xudoyim bilsin. To'g'ri. Deganingizda yani Amerika qachon yani Xitoyni raqobatchim deb emas, xuddi nurg'un xalq yani Amerikaga har tarafdan ziyonkashlik qilayotgan Xitoyni dushman deb tanigandek hakimiyetmi qachon dushman deb qaragan vaqtida unda nurg'un narsa o'zgaradi aslida. Inshaalloh o kunlar kelar.